Aka mana bu yerda misollar toshni qilib qoladi. Toshni soat qilib qolsa o'zi miya erov berib, sizga signal beradi. Aytay ekan, ikkita boltni shuni bo'shatasiz. Mana shuni ochiladi. Oq ko'mir tushirib oling, bo'lmasa mana shu toshni o'zi menga tayyor turadi toshi. O'sha toshni chiqarib olgandan keyin shuni katta yo'l yana bitta kronkadan o'chirib yoqib yana ishlatib olasiz. Mana shu programmalar asosida chiqib ketmaydi, bu o'zi xabarsizlik beradi. Aytib o'tganda listi ko'rdik. Qarasizki, to'liq ishlangizni o'lchaganda 630 litrsini o'zi temir. Ichidagi 500 kilovatdan bo'ladi. Miyasi, motori, sobsini Xitoydan pastlagan kerak. Keyin qarang, tushunmaydigan narsalar bo'ladi-ku. O'zi mana tayyor qilib yozib qo'ygansiz. Xo'p, Play Marketga yoki anaqa kelsalar ham, Web Store'ga tuyadi yozib qo'ysangiz shundan chiqar. Shuni kirgizib Wi-Fi dan foydalansa bo'ladi. Ko'mir surish vaqti E1, E2 ko'mir yonish vaqti. Shuni o'zida xuddi shuni nastroykasini qilib olib, misol ko'mir surishi 40 sekundga qo'yib qo'ysangiz, men 40 sekundda misol tashlab beraman. Bizga agar ko'p surib olayotgan bo'lsa, ko'p surib olyapti. Siz ashuni misol 35 qilasiz, 33 qilasiz. Har xil shunday qilib aka, misol oldiga pasaytirib, yonish vaqti 10 minut bo'ladi. Ana o'zi sekin-sekin video narsalarda tushuntirib beraman. Xudo xohlasa.